bilasiz uni o'g'lim. Chunki men so'rayotganda men qaydan? Mendan savol so'ramaysiz. Alyuminiy degan o'chyapti. Men qarang, bitta narsa shu e'tiroz berib turibdi. O'zingizda borini o'tkazaman demang. Noto'g'ri gapiribdi. Qayerga nimaga noto'g'ri gapiradi? Mana yana qaytarib o'qiyman, to'xtang. Tushunyapman. Sizdan tushungan mutaxassis yozgan buni. Masalan, men buni savol to'xtang. Men savol berishimdan sabab qishda to'k pasmi? Qishda bu yoqdan o'chadi, elektrisiyadan o'chadi. Deyilgan mana hozirlarga qo'yilgan quyosh panellarida 10 grid sistemasining inverteri kamdan kam buziladi. Chunki bu inverter buzilib qolsa-chi? Hapomay, bu kamdan kam bo'lib buzilib qolsa, keldi. Masalan, biz aybimiz bilan emas, qanday bir nima deydi, anaqa. Nima deydi, deb nima deydi, bir davlatning o'zini ayb bilan bo'lgan, bir buzilgan bo'lsa, biz bilmaymiz. Shunga javob bering. Sizlarga qo'yilgan inverter 10 grid sistemasi kamdan kam buziladi. Mabodo buzilish sababini ham ayting. Qanchaga tuzatib berasizlar? Buzilishi o'zi gibrid off grid sistemasida. O masalan 5 kilovatli narsani inverter 5 kilovatli. Nizam yozib olsang bo'ladi, sizlar ovoz. 5 kilovatli inverter qo'ydinglar. Endi siz unga 6 kilovat, 10 kilovat narsani uladingiz. Kuchlanish kuchi yetmaydi. Albatta buziladi. Masalan, buzilishi bor. Boshida chiyiladi u. Haligi kuchlanish ko'p kelyapti deb. O'sha paytda o'chirasiz. Muttash kuchlanish ko'p kelsa o'ladi, deyapti. Tog'a, sizni uyingizga qo'ygan unaqa emas. Bu buzilmaydiganidan. Shuning uchun menga to'g'ri javob bermadingizki, quyosh panellari 3 xil bo'ladi dedi. Alyuminiyli bo'ladi deyapti, temirli. Alyuminiylarga yaxshiroq deyapti. Endi yana bitta narsaki bu yerda. Mana shu narsalarda hammasidan savol chiqyaptiki, biz qilsak, eng shu qiladigan bo'lsa, biz undan bettar minusga kirib ketmasligi uchun sizga savollar beryapman-da. Ertaga hop sizni gaplaringiz bilan hozir monchaga pul deb ketyapsiz. Endi u yaxshi ishlab tursa, qishda men o'zi fizik matematikman uka. Menda hap bo'lmang. Qishda siz 1000 maqtaganingiz bilan yozdaqa bermaydi effekt. Men nima deyapman? Ana, chunki endi hali moncha pul 3 yilda uzilib ketasiz degan Alloh biladi yog'ini. Endi qarang, yana quyosh paneli o'rnatayotib elektrosetiga aytib qo'yish kerak. Mobil ilova orqali soliq uz quyosh xonadonida degan joyga kirasiz deyapti. Endi quyosh panellari 3 xil bo'ladi. Endi keldik, mana eshitib turing. Bu meni gapim emas. Siz shuni tan olishga majbursiz. GESdan elektr o'tsa quyosh panellari ham o'chadi deyapti. 10 grid sistema mana shu. Ana ikkinchisini eshiting. GESdan elektr o'tsa quyosh panellari o'chmaydi, chunki unda akkumulyator bor deyapti. Ikkinchi xilini aytyapti. Off grid u. Bu qaysinisi bu bizda? U yo bizga quchadigani qaysinisi? Siz uyingizga qo'yilgani birinchisi 10 grid sistema. Uchinchisi tog'li rayonlarda muntazam o'chmaydigan GESga ulangan quyosh panellari bor deyapti. Mana qarang, birinchisi GESdan elektr o'tsa ham quyosh panellari o'chadi. Ikkinchisi GESdan elektr o'tsa quyosh panellari o'chmaydi, chunki akkumulyator bor deyapti. Uchinchisi tog'li hududlarda muntazam o'chmaydigan GESga ulanmagan quyosh panellari bor. Tog'li hududlar. Yo'q, qanaqasi tog'li hududlar? Unisini noto'g'ri gapiribdi. Qayerga nimaga noto'g'ri gapiradi? Mana yana qaytarib o'qiyman, to'xtang. Tushunyapman. Sizdan kuchliroq mutaxassis yozgan buni. Tog'li rayonlarda muntazam, chunki tog'li rayonlarda nechta tushirganini gapirdi-da u. Tog'li rayonlarda muntazam o'chmaydigan GESga ulanmagan quyosh panellari bor. Tog'a, bo'pti, bu odamning gapi bo'pti, u отрицать qilmay, просто men sizga uni mantig'ini tushuntirib qo'yay. Tog'li bo'lish shart emas. Masalan, uyingizga off grid sistemasini o'rnatishingiz mumkin. Off grid degani mana elektroenergiya, to есть elektroset kabellari, stolbalar yetib bormagan joylar bo'ladi-yu. O'shinga. Masalan, shu yaxshimi demoqchiman. Yo'q, mana masalan, u sizni talabingizdan kelib chiqadi. Siz xohlasangiz gibrid qo'ying, xohlasangiz off grid. Chunki bu muntazam o'chmaydi ekanda bu. Masalan, men buni men savol berishimdan sabab qishda to'k pasmi? Qishda bu yoqdan o'chadi, elektrisitet ham o'chadi. Endi bu aytyapti, doim muntazam o'chmaydi deyapti. Shunga qiziqyapman. Shunaqani ulasa qanaqa bo'ladi? Sizlarda bormi shunaqa panel? Quyosh paneli bu muntazam deganiga qiziqyapman. Nomi bilan quyosh paneli deyapti. Quyosh qachon bo'lsa, o'shandan to'k oladi. Xo'p. Gibrid off grid sistemasida masalan off grid degani tarmoqqa ulanmaydi. Umuman elektrisitet ulanmasda alohida liniya bo'ladi. Alohida hamma joyga. Uni montajda masalan lampochkasi davlatga ulangan, to'g'rimi? Siz uni unga bunaqa bitta lampochka devorga qo'yasiz-da, masalan. Uni tokini
quyosh panelidan masalan tokni oladi. Agar kuchi yetmasa, siz uni davlatga ulab qo'ysangiz bo'ladi. Davlat tokidan olib oladi. O'ziga akkumulyatorga to'yintirib oladi. O'zida avtomatik holda. Ha, birinchisi o'zidan akkumulyatorga to'plab oladi. Keyin svet o'chib qolganda shundan ishlatsa bo'laveradi. U alohida liniya bo'ladi. Lekin gibrid degan sistema bor. Unga alohida liniya qilib tortib yurmaysiz. Uni davlatga ulab qo'yasiz. Davlatga qachonki haligi birinchi o'rinda quyosh panelidan oladi. Quyosh panelining kuchi yetmasa, davlatkidan olib turib birinchi akkumulyatorga beradi. To'ldirib oladi. Keyin o'zi davlat svet o'chib qolsa akkumulyatordan beraveradi. Tushundim. Endi shu uchov usulidan qaysinisini bizga o'zingiz mutaxassis sifatida tavsiya qilasiz? Endi mana qarang. Xo'p, birinchisi svet kam o'chyapti. Mana qarang, bitta narsa shu e'tiroz bildirib qo'y. O'zingizda borini o'tkazaman demang. Uchoviga javob ber. Bizdan olish shart emas. Bizdan olmay qo'yavering. Prosta biz xalqqa to'g'ri maslahat beraylik. Boshqa joyda tili kuyib qolmasin deb turib maslahat beramiz, xolos. Bizdan olmasangiz ham prosta bizga mana 2023-yilda 2023-yilda bizga ham quyosh paneli o'rnatganmiz uyimizga. Opam ham qizingizdagi xalq ta'limida ishlaydi-da. 12 millionga qo'ydirganmiz. Prosta o'rnatib ketishgan invertorni oddiy qo'l bilan akkumulyatorni shu kislotalidan qo'yib ketishganda mana shu quyosh paneli degan, zo'r ekan, bizga svet o'chmaydi deganmiz. Bizga mana qilib kelib tushuntirib unaqa demagan, bu knopka manaqa demaganda. Endi qarang. Uchovidan qaysini tavsiya? Endi men uyga 10 grid qo'yganman. 10 grid mana sizlar. Birinchisimi o birinchisi. 10 grid farqini bilib oling, tog'a. Gesdan o'tsa bu ham o'chadi. Ha. Unda elektrosetiga effekti yaxshi. Gesdan o'chib qoldi. Shu vaqtda ham chiroq kerak-ku bizga. Endi qarang, xuddi shunaqa bo'lsa, nima qilamiz? Mana boshqa off grid sistema qo'yganman. Qanaqa bo'ladi? Men uyimda ham gaz bor, men Qondida turaman, Fayzobodda. Fayzobod, mana shu yerga. Ha, qarang, svet o'chib qoladigan bo'lsa, televizorga, lampochkaga Wi-Fi ga, uchoviga bittadan alohida liniya tortib qo'yganman, xolos. Svet o'chib qoldim davlatniki, anoni yoqsangiz hayot davom etaveradi. Chunki gazimiz bor. Qishlaydigan xonamiz bitta. Qishlaydigan xonamiz bitta. Masalan, oshxona bilan bitta qishlaydigan xonamiz bitta. Qayerga ulaysiz uni alohida montaj qilib qo'yasiz. Mana xolasizmi yoki qo'yib qo'ying, men uyda yashasangizda. Axtachidagi narsani aytyapsizmi? O'shani ulash kerak deyapsizmi? Qaysinga hozir? Axtachini bilmayman. Yo'q, alohida masalan off grid degan sistemani aytyapman. On grid sistemani uladingiz davlatga, davlatdan o'sha quyosh panelidan tok olib turib davlatga sotaverasiz. Off grid degan sistemada alohida siz aytyapsiz, svet o'chib qolsa nima qilaman deyapsiz. Men uyda shunaqa rishat qilganman, rishenya bo'lgan. Davlatnikini 10 gridga ulab qo'yganman. 10 grid sistemasi 10 kilovat sotyapti. Svet o'chib qolsa, mayadagi 3 kilovatli invertorim bor, ikkita akkumulyatori bilan. Uni yoqsam, menda svet, televizor, Wi-Fi ishlab turaveradi. Shuni ham qilib berasizlarmi bizga? Agar biz mana shu birinchi agar sotib olsangiz, qilaveramiz, tog'a. Xohlasangiz bizdan o'lang, xohlasangiz boshqa joydan o'lang. Prosta men sizga shunaqa maslahat beryapman. Endi yana bitta varianti bor. Birinchisini ulaymiz. Birinchisi ulasa, shu o'chganda ham yonadigan narsani montaj qilib bera olasizlarmi deyapti. Xo'p. To'lovi bor unda-da. Ikki xil sistema ulayapsiz. Endi ikki xil sistemani bitta qilib ulasiz, tog'a. Ikki xil sistema, gibrid degan sistema bor. Unda gibrid degan sistema bo'ladigan bo'lsa, unda quyosh panelini qo'yasiz, u invertorda davlat quyosh panelidan tokni olasiz, iste'mol qilasiz, oshib qolgan davlatga sotasiz. Mabodo yo'q, to'xtang. Asherini maqtaydi, xolos, sotasiz. Men afzalligini aytyapman, to'g'ri. Tok svet o'chib qolsa davlatniki akkumulyatori bo'ladi, o'shandan tokni qanchaga yetguncha foydalanaverasiz. Sig'imi qancha bo'lsa, xohlasangiz 5 kilovat qo'ying, xohlasangiz 10 kilovat qo'ying. Unda to'g'ri yonib qoladi svet. Xohlasangiz shunaqa varianti bor. U gibrid sistemasini shunaqa afzalligi bor. Davlat svet o'chib qolsa ham siznikida svet bo'ladi. Qimmat. Bu qimmatroq. Buni qo'yamiz, buni ham biz qo'yamiz. Prosta klientga 3 xil sistemani beramiz. Prosta keyin aytamiz, manaqa monda manaqa bo'lib qoladi. Bunda bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi. Boshqa ogohlantiramiz. Keyin savolim borki, shu mutaxassis sifatida chuqur mazmunli shu mutaxassis sifatida qaysi variantini bizga qaysi o'shani quraylik deyapti. Tog'a aytyapsiz, tog'li joylar deyapsiz, u siz tog'da yashashi shart emas-da, u sistemasi qo'yish. Yo, endi bu shunaqa yozib. Yo'q, manaqa deyish kerak. Davlat elektr tarmoqlari
simlari yetib bormagan joylarda qilinadi. Masalan, tog'da dachangiz bor. Dachaga elektr energiya bormagan. Nima qilasiz? Off-grid sistemasini qilasiz. Gibrid qo'ya olmaysiz, qo'yishingiz mumkin, lekin elektr yo'q, gaz elektr yo'q. Ha, davlat sota olmaysizda yoki davlatdan ossiz sizga off-grid kerak xolos. Siz off-grid sistemasi uyingizga qo'ying. Xohlasangiz o'sha Xitoyga qo'ying. Tushun bo'ldim. Shunaqa joyda xato ketibdi. Men aytyapman, tushun bo'ldim. Endi ehtimol Biz oldingi qo'ydirganimiz ha, u off-gridda u. Ha. Davlatniki o'chib qolsa ham sizlarni uylar. Polni hammaga qo'ydirgandan keyin, Hop. masalan, hamma xohlab qo'ydiryapti-da. Ana u qarorni boshqa qilib qo'ymaydimi deyman. U narxini to'g'ri gapingiz to'g'ri. To'g'ri. qo'yapti. Subsidiya. Ishlataman deb pulimizni asrab qo'yib, qishda endi oxirida mana deb qo'yibdi. To'xta Nizom. Quvvat kompaniya bunaqa kompaniyalarda ishlaydigan quyosh panellarini sotib olish kerak deya. Bunga nima deysiz? Qanaqa kompaniya? Ashaligi nimadan o'tgan, davlat ro'yxatidan, litsenziyasi bor. Chunki har xil bir nimalarga tushib qolgan. Sizlarda shunaqa hujjatlar qanaqa? Ha, bor. Hamma hujjatlarimiz bor. Bizda katta zavod. Kompaniyami yo xususiy qanaqa? Bu yerda aytyapman, men bekarga so'ramayapman buni. Men hozir mana qiziqaman, ertaga bo'ladi. Endi bo'lgandan keyin boshimiz tek ketgandan keyin shu yerni bilmaganlik qilamiz, yuraveramiz. O'shuncha o'g'lim yana so'rayapman. Bu aytib qo'yapti, shu mutaxassis. Kompaniyalar qo'yadigan bo'lsangiz deyapti. Kompaniyalarda quyosh panellarini sotib olsangiz yaxshi bo'ladi deb. Mana bizniki katta kompaniya, katta zavod, kichkinagina do'kon emas, yo 2-3 ta oshna billa bo'lib turib pul tikaylik, mana shuni qilaylik, keyin chunki aldamchilar ko'p. Bir yildan keyin suraylik degan narsa yo'qda. Xitoydagi yana bir balolar degani u. Xitoy shunaqa aldab qo'yadi deyaptilar, quyosh panellari, boshqalari deyapti. Sizga quyosh paneli o'rnatib ketsa ham, siz mana shu quyosh paneli ekanda 5 kilovat deb turib sizga 4 ta panel tashlab ketsam ishonasizda. Ana. Xuddi anaqa yerlari bor. Orqasiga birkasiga yozib qo'yadi 550, 530, yozadi, 575 u chiqarmaydi. Yo'q, siz chiqarishini qayerdan bilasiz uncha chiqarishini? Ana. Hozir shuna tadbirkorlar bor, o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganmiz, bilamizda. Ana endi ochildingiz. Bo'sh panellarni shunday olib kelishadi-da, stikerni shunday yopishtiradi-da. Zo'r firmaning nomini shunday yopishtiradi-da, berib yuboradi. Siz qayerdan bilasiz uni? Nimasini isbotlay olasiz, masalanda? Bu hech narsani isbotlay olmaysiz. Zato sizga quyosh paneli qo'yildi. Mana hozir mana shu ham Qurishdo'pam uyiga o'rnatganmiz. Pulni ham tushirib bo'lganmiz-da. Puli tushib bo'lgan. Biz kelmasak bo'laveradi-ku. To'g'rimi? To'g'ri. Nimaga kelyapti deysiz-da? Endi yana bitta narsa, o'zini xizmatlik emas ham. Haligi temirli, alyuminiyli bo'ladi deyapti. Endi shuni to'g'ri tushuntirmadingiz menga. Yo'q, eshiting tog'a. Men shu paytgacha temirli quyosh paneli deyapsiz-da. Temir, yozib qora temir debdi mana. Tog'a, meni eshiting. Ichimda yozib. O'g'li sifatida eshiting meni. Tog'a, men qarang. Chekasi temirmi, qayeri temir? Ashuni bilaylik. Yo'q, buni siz bilasiz uni o'g'lim. Chunki men so'rayotganda men qaydan? Mendan savol so'ramaysiz. Alyuminiy deganingiz chekasida alyuminiyda. Chekasi alyuminiy. Ichidagi tok ishlab chiqarishda ishtirok etmaydimi bu? Yo'q. Shu ishlab bu men manaqa tushunib olganman. Alyuminiylik bo'lsa yaxshiroq sifatli, uzoqroq jon chiqishi, o'lishi, qo'pol gapirgan. Temirligisi mondayroq. Shunaqa mazmunda tushunib olganman men. Endi siz aytyapsizki, ramkasi. Ramkasi faqat o'sha buyumdim og'irlik, yengilligiga foyda zarari bor. Xolos, sizlar ramka deyapsizlar. Aslida u unaqa emas deyapman men. Xo'p, tog'a, mana savolingiz mashina bildim. Seni mashinang nima deydi? Plastmassadan ishlab chiqarilgan deyapsiz-da. O'zi plastmassadan chiqarilgan mashina bo'lmaydi-ku. Endi bilaman. Endi tog'a, u quyosh paneli tarkibi bo'ladi. kremniydan ishlab chiqarilgan, tog'a. Temir ishlatilmaydi. Alyuminiy ishlatiladi degan joyiga chekasi alyuminiy bo'ladi xolos, tog'a. Yengil bo'lish uchun qo'yganmi? Nima uchun? Ha, tog'a. Temir bo'lmaydi, tog'a. Temirli bo'lmaydi. Men shu umrim davomida temirli ko'rmaganman. Temir bo'lishi mumkin, pastdagi karkasi bor-ku. Shu narsa. Lekin bizda ishlatiladigan narsa quyosh paneli yachekalari bor, qora narsalar. Shu kremniydan tashkil topgan. O'tkazuvchi narsalar simlari qalay bilan misdan tashkil topgan. Boshqa hech narsa. Tepasi birinchi qatlami
zakalyonnoy stiklo bo'ladi. Toblangan oyna bo'ladi. U O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydi. Temir moddasi 0,02% bo'ladi. Bizni tuproqda unaqa temir moddasi kam darajada sizda yo'q. Shuning uchun mahalliylashtirilmagan. Spetsialniy oyna olib kelamiz Xitoydan. O'zbekistonda hali hech kim ishlab chiqarmagan. Yo'q bu deng. Bir taraflamasi, birinchi tarafi antiblikoviy pokritие deyiladi. O'sha nima o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Nurni qaytaradigan yutadi nurni. Orqa tarafi g'idir-bidir bo'ladi panelda. Chunki haligi o'rtada yecheka bo'ladi-da, hujayra bo'ladi. Quyosh paneli hujayrasi kremniydan tashkil etilgan. Ashuni kley bilan yaxshi ushlab olishda g'idir-bidir bo'ladi. 5 ta sloyli bo'ladi-da. 5 ta sloy mana quyosh paneli uchun spetsialniy zakalyonnoy stiklo, undan keyin EVA degan kley bo'ladi. Undan keyin quyosh paneli yechekasi, EVA, keyin backsheet orqa tarafi bo'ladi, orqa taraf. Keyin atrofi alyuminiydan germetichniy o'sha havo chang kirmaydi, suv kirmasligi uchun germetichniy qilamiz. Germetik bo'lish uchun qo'yilar ekanda. Ha, albatta to'g'ri. Lekin men o'zimdan, masalan, 38 ga kelganman, shu paytda chekasi temirli quyosh paneli ko'rganim yo'q to'g'ri. Qanaqa savol bo'lgan, to'g'risi, to'g'ri, mana shu savolingizga men javob bera olmayman. Temirli yo'q lekin to'g'ri. Mana shu paytgacha men anaqa qilganman. Lekin yana bitta tarafi bor. Temirli deb turib, haligi chekasi qora deyotgan bo'lsa, qora temir deb yozibman. Qora temir deb yozibman. Qora temir bo'ladigan bo'lsa, unda farqi yo'q. Alyuminiy bo'ladi, qora bo'ladi. Hozirgisi masalan rangi shunaqa yozib qo'yibman. Ana tomlarning rangi qora bo'lganicha chekasini qora qilinyapti, ramka xolos. Yo, men ham ko'p joyda Endi xo'p, bo'ldi, tushundim. Hozir bizga endi bo'ldi, tamom, savolim tamom, oxirgisi shu. Bu birinchi varianti bizga ham arzonroq, ham nimaroq qulay tomoni shu, endi qaysi tomon mana eng aytdimmi, GESdan elektr o'chsa, quyosh panellari ham o'chadi yoni. Sizga mana svet o'chib qolsa, svet kerak bo'lyapti, to'g'rimi? O, kerak bo'lyapti. Imенно shunday. Talabingizdan kelib chiqib biz ish ko'ramiz, to'g'ri. Menga mana shunaqasini qo'yib berasan desangiz, shunaqasini qo'yib beramiz, to'g'ri. Men sizga qimmatroq bo'ladimi? U qimmatroq bo'ladi. Qimmat bo'lishidan ham ikki xil bo'ladi aka. Geliy akkumulyator qo'yamiz. Xo'p. Litiy ionoviy, mana mashinalardaqa, telefonlardaqa, power banklardaqa zaryadniklar, to есть batareykalar bor-da. Geliy akkumulyator suvli bo'ladi, suvsiz bo'ladi-da oldin. Kislotali bo'ladi, unaqa qo'ymaymiz. Lekin bizga yashni qo'yishganda, nomardlar. 3 kunda tutab ketgan. Unaqa qo'yilmaydi. Quyosh paneli uchun alohida geliy akkumulyator bo'ladi, litiy ionoviy bor. Litiyli bo'ladi. Geliy arzon. Masalan, 100 amperligi, masalan, 5 kilovatga 4 ta akkumulyator qo'yamiz. Donasi $100 dan bo'ladi aka. Unga 1 yil garantiya beramiz. 1 yil xizmatingizni qiladi aka. Ishlab chiqaruvchi yangi qo'yish kerak. Ha. Tugatdi. Endi qarang. Siz 1 yilda alishtiraman deyapsiz, $400 sarfladingiz. Xo'p. 5 kilovatga $400 sarfladingizda, biz litiy ionli bor, uni biz $800 ga beramiz. 5 kilovatliligini. Bunga 8 yil garantiya beramiz. Minimum 5 yilga garantiya beraylik. Xo'p. Mo 1 yil garantiya beradigan bo'lsa, 1 yil mo teng yarmi, keyingi yil yana $400 ga yana olib kelasiz, mo puli chiqdi-da o'zi. Mo'dan ko'ra mo'ni pulini bersangiz, masalan, qo'ysangiz, mayli, bizdan olmang, boshqa joydan olsangiz ham biz mana shuni tavsiya qilamiz. Zato maza qilib ishlatasiz. Siz kirib 10 kilovatlikni maqtashni boshladingiz. 10 kilovatni men qo'yganman deb aytdim, to'g'ri. Men 10 kilovat qo'yganim uchun boshdan o'tgan tabib sizlarga yolg'on gapirsam harom bo'ladi, to'g'ri. Sizga to'g'risini aytay, masalan, mendan olishi shart emas deyapman. Boshqa joydan so'rasiz ham, mana shu narsalaringizni aytib, bemalol mana shu narsalarga javob bersin mendaqa. Yo'q, mutaxassis. Mutaxassis javob bersin. Пожалуйста, ko'nglingiz xotirjam bo'lib. Keyin yana bitta narsa, ana uylarga qo'yilyapti aka. Biz 3 yilda pulingiz chiqarasiz, yo 1 yilda manchi chiqaradi deb aytyapmiz aka, bemalol aytyapmiz. Ana shu narsa qo'yilishi kerak. Masalan, siznikiga quyosh mayadan chiqyapti deylik, qaysi tarafdan chiqadi quyosh? Massardan chiqib mayaga botadi. Sizga maya qo'yish. Tomingiz endi har xilda aka, masalan, miniatyurniy tomlar bor, har xil tomlar borda aka. Unga qo'ya olasiz yo qo'ya olmaysiz. Ustalar keladi, o'ziga mos qilib, chiroyli qilib qo'yib ketaveradi aka. Endi siz mana 5 kilovat kuniga 30 chiqarish kerakmi? 15 chiqaryapti.
telefon qilyapsiz, Husanboy 15 chiqaryapti-yu, sen aytgan narsani bermayapti deysiz. Значит, noto'g'ri qo'yilgan birinchidan. Panellar noto'g'ri qo'yilgan. Ikkinchidan arzon narsa qo'yilgan. Kabelni ham bizga mo kabeldan qo'yib ketgan aka. Alyumindan qo'yib ketishgan. Biz yonmaydigan o'zini imенно spesialniy anaqasi bor. Quyosh paneli PV kabellari bo'ladi, yonmaydigan kabel bo'ladi. Ashuna qo'yamiz. Keyin bu bizni zavodimizni qo'yadigan anaqasini ko'rsangiz, mana shitini ochsangiz, to'lib turadi ichida. Boshqanikini ko'rsangiz, bitta avtomat qo'yib qo'yadi, xolos, o'chiraman, yoqaman, xolos. Biz quyosh panelidan kelgan tok uchun ham alohida DC avtomat qo'yamiz, AC avtomat qo'yamiz, предохранитель bor, tok o'ynasa, ash kuyadi, xolos. Monis kuymaydi, apparat. Rezonator bo'lmasa bo'lmaydi. Uzib degan narsasi bor. Chaqmoq chaqqanda quyosh paneli kuymaydi. Da. I zazimleniya uchun ash narsani teparoqqa chiqadi-da, u ham ash 8-10 dollardan turadi. Arzon narsa qo'ymanglar aka. Arzon narsa yaxshi bo'lmaydi. Yaxshi narsa arzon bo'lmaydi. Yo'q, u gapingiz Shu narsani bilib olinglar. Mutaxassis odam qo'yish kerak bu narsani. Quyosh panelini ham, montajini ham mutaxassislar qilgani yaxshi. O'zingizda bormi? Yo'q, bizda bor. Boshqalardan ham mabodo olaman desanglar, ash narsani o'z mutaxassis qilgan yaxshi aka. Mana gofralar bilan qo'yamiz aka, bitta anaqalarda kabelni o'zini tushirib qo'yilmaydi. Bu odamlarda ham, xalqda ham o'ylash kerak edi. 1-2 so'm pulida mana masalan deydigan narsa. Gibrid yoki off-grid sistemasi hali o'z akkumulyatorli bo'ladigan bo'lsa, u qiynalishi mumkin. U qachonki ko'tara olmasa, quyosh panelidan ham tok kelmayapti, davlat sveti ham o'chiq, akkumulyatordan endi foydalanish kerak. Siz konditsionerda dars etib, katta hammasini tars yoqib yuborsangiz, ani qiynaladi boshda, chiyiladi. Ikkita bor konditsioner ham. Masalanda u chiyilib turib, keyin boshda aytadi, menga qiyin bo'lyapti, o'chirib qo'y, anani o'chir deydi. Shuni qo'raq. O'chirmaydigan bo'lsa, keyin kuyishi mumkin aka. O'shini. Lekin qo'yadigan masalan 10 grid qo'yadigan bo'lsangiz, u hech qanaqa o'zi qiynalmasdan aka. Siz mayada mana 6 kilovat iste'mol qilyapsiz. Bu 4 chiqarib beryapti deylik. 4 chiqarib beradigan bo'lsa, nima qiladi? 2 ni davlatdan shunday olib turib beraveradi. U muammosi yo'q. Bu tok ishlab chiqarib beradigan bitta apparat deb hisoblaylik. Kuniga sizga 30 kilovat ishlab chiqarib beryapti. Xolos. Siz kunlik 10 kilovat iste'mol qilyapsiz. Qanaqa bo'ladi? Mana kunduzi 5 kilovat iste'mol qildingiz, kilovat iste'mol qildingiz. O'sha 10 bo'ldimi? Sizga quyosh paneli 30 chiqarib bergan bir kunda. Hali 30 dan 10 da ayiraverasizda, 20 qoldimi, 20 davlatga sotdingiz hisobida. 20 bonusingizda turibdi. Ertaga kunligiga rosa ko'p narsa yoqib yubordingiz. Kuniga 30 chiqarib berdi. Hali 20 ni ham ishlatib yuborsiz. Kuniga 60 bo'lib ketib qoldimi? Siz 10 kilovat davlatga pul to'laysiz xolos. Xuddi shunaqa. Vaqtinglar bo'lsa, biz zavodimizga borsanglar, showroomimiz bor katta. O'sha yerda o'zingizlar vizualni ko'rasizlar. Panelda xillari ham bor. Tagiga qo'yilgan metal karkaslarda xili bor. Invertorda xili bor. O'shalarni ko'rib turib, mo narsadan qo'yib berasan deysiz, ashunga qarab turib, biz narxini chiqarib beramiz. Siz menga savol berishingiz mumkin, quyosh paneli nech pul deb turib. Siz endi u savolingiz mashina nech pul degan bilan bir xilda. Mashinaning turi ko'p. Siz balki Malibu deb so'rayotgansiz. Meva deganga o'xshaydi, meva degan. Olma, o'rik demak, siz olma, o'rik deyapsiz-da, meva demang deyapsiz-da. Mashina nech pul? Siz Spark pulini so'rayotgandingiz, men Malibu pulini aytib qo'yarman sizga. Siz ko'zingiz bilan tanlab turib, men sizga borsangiz, mo'manaqa, endi shu yeringizga bitta narsa. Husanboy Matiz, telefon mazari bor-u. Husanboy Monday o'g'lim. Hozir biz, masalan, men unaqa sizni 0.1% ham bilmayman. Hali masalan, qizim ham men gapirgan bilan bilmayman. Mononi tanlab berish imkon nimamiz yo'q bizda hozir. Siz agar biz o'g'lim tushiraman desa, siz o'zingiz bizga yaxshi bo'lgan nimani o'z yordam berib, tanlab berib, ham pulga kuymaydigan, ham uzoq yetadigan. Endi bu degan so'z arzon deb haligi tog'a endi arzon deyapti demang. Bizga ham uzoq yetadigan bo'lsin, sal qimmat bo'lsa ham uzoq bizni qiynamaydigan, mana telefonlaringizni yozib olamiz, buningizni ertaga sizni bezovta qilib. Mana hozir Wi-Fi tushirganman. 5 ta mahallaga deputat bo'lganman. Gres qilib, Qipchoq, Dasturxonchi, Temirxo'ja qayirmalariga mana shu men gres qildirib gaz tushirganman. Open byudjetda asfaltni men qildirganman. Demoqchimanki,
bir chatoq bo'lsa sizni bezovta qilib yubораman, telefon qilib ko'raman. Rostmi? Wi-Fi o'chib qolsa darrov telefon qilaman. Ha. Umid, Wi-Fi yonmayapti. Rossiyada o'g'lim bilan gaplashyapman. Keladi yo'q beradi. Demoqchimanki, Husanboy, bizga hozir agar o'zi o'g'lim bo'pti, rozi bo'lib tushirib beraman desa, hali o'zi ketadigani, o'zi biz bo'ladiganini mana aytdim, yozda 200 ming ketadi deyapman. Qishda 50-70 minglik elektr yoqaman. Shundan xulosa qilib turib, ham biz o'zimiz yoqadigan, ham jinda davlatga ham pul sotib turib, Gap qo'shib qo'yib, ekanini qilib yoqamiz. foyda qiladigan Shunda ishlamayapti. tek turib tur. Gapim tugadi. Bo'ldi. Gapni bo'lmay tur. Mana shu bilan ashnaqa qilib o'zingiz yordam berib, kimdir bu o'g'lim borsa, o'zingiz tushirib bersangiz, biz hozir hali eng nima tanlab oldingiz-ku. Tanlash qobiliyatimiz yo'qda, bilmaymiz-da, biz shuni aytyapmiz. Hozir mana sizga ma'qul narsani gapiryapman. Siz borsiz ko'z bilan ko'rasiz-da, tog'a. Ko'z bilan ko'rsangiz, Bu bilmaymiz-da biz qaysi Yo'q, biz yaxshi. farqlarni aytib ketamiz aka. Ko'z bilan ko'rib turib, masalan, mo telefon bilan mono telefonning farqi bor-ku. Hop. Shunga o'xshab odam o'z ko'z bilan ko'rib turib, zavodimiz kattaligini ko'rasiz. Haqiqatan ham kichkina zavod emas, masalan-da. Ikkita odam ishlamaydi. Axtachidanmi? Ha, Axtachidan o yangi sanoat zona qurildi. Sanoat markazi. Endi Umid akam gapini oladigan bo'lsak, akam aytyapti, Hop. nima tejamasdan ishlatay deyapsiz-da, maza qilib ishlatay deyapsiz. Hozir mana onu o'chirib qo'y deyilmaydi, xudo xolasa. Masalan 5 qo'yinglar, 5 kilovat qo'yinglar, Hop. ko'ringlar samarasini. Biz u yerda ishlamasak ham, masalan 15 yil ichida ishlamasak ham boshqa odam bo'ladi albatta. Bu narsani inshaalloh garantiya shartnomalar bilan endi nasib bu narsani. Hagi. Toshkentda tanishim bor, qo'ygan. 10 kilovat. Yo'q, 7 qo'ygan. 7mi 8mi qo'yganda, anonisi invertorga yana panel qo'shsam bo'ladi. Bo'laveradi. Uni kattasini qo'ydim deydi. 9 yana talab bo'lib qolsa, panel qo'ysam bo'ldi-da deydi. Shu o'zi Bo'laveradi. bardosh beradi deyapti. Mana siz only invertor qo'yib turib 5 kilovatli panel qo'ysangiz ham bo'laveradi aka. U talabdan kelib chiqib, yana bitta narsa savolni ko'pchilik beradi. 5 kilovatli qo'ysam ko'taradimi degan savol bo'ladi-da aka. Hammada shu savol. Men konditsionerim bor, konditsioner ko'taradimi degan savol bordi. Xurshid opamnikiga qo'ygan yo men uyga qo'ygan invertor ko'taradi. Qanaqa ko'taradi? U ham prosta elektr energiya bilan ishlaydi xolos u. U o'zini qiynamaydi.